zebi niso, avlodsiz siz bilib qo'yingiz muborak bo'lsin. Alloh hayingizni berayotgani rost bo'lsin. Ana endi kelib boshqa siz ham joyingizga turib olasiz. Onajonlar keling, to'yxona, chillaxona, pirxona. Alloh biz so'raganimizni beradi, to'g'rimi o'zingizlar? Biz niyat qilamiz. Alloh berib 9 oy 9 kunda keyingi xuddi shu guldastalarning o'rnida Fatima Zuhra, Hasan Husan nabiralarini qabul qilib, ularni buvijonisi lavozimiga erishishingizga biz tilakdoshmiz. Endi biroz bezovta qilmaymiz. Biringiz o'g'lingiz, biringiz qizingizni yonlariga turib olasiz. Biz fotosessiya jarayonlarini o'tkazamiz. Ona aslida kim? Ona biz kasal bo'lsak shifoxona, qornimiz ochsa oshxona. Biz uxlab qolsak esa bizni uyg'otuvchi qo'ng'iroq. Eng asosiysi biz qachon, qayerda, kim bilan bo'lishimizdan qat'iy nazar bizni samoviy va g'oyibona duo qiluvchi yagona insondir. Oramizda onasi bor odamlar eng boy odamlar. Muborak bo'lsin. Juda ham to'g'ri aytasiz, Elyorbek. Bu so'zlaringizga qo'shilmaslikni iloji yo'q, iloji ham qoldirmadingiz. Rahmat. Juda ham chiroyli so'zlar. Albatta, bugun bo'ladigan har bir yaxshi, unutilmas daqiqalar bu kelgularimiz sharafidan, ularni onajonlari sharafidandir. Shunday ekan, avvalambor mana shu davramiz markazida turgan ikki ayol, ikki onaga o'z tashakkurimizni izhor etamiz. Qumsiz sahroni sahro deb bo'lmas ekan, suvsiz daryoni daryo deb bo'lmas ekan, dunyoni shu kunga yetkazgan ayolsiz dunyoni dunyo deb bo'lmas ekan. Mana shunday ayollarimiz tufayli bugun mustaqil O'zbekistonimizda yana bir mustaqil oila barpo bo'ldi. Ilohim baxtingizga ko'z tegmasin. Albatta. Ana endi hurmatli kelin-kuyovlarimiz bemalol taxta lavoningiz tomon joylashib o'tirib olishingiz mumkin. Onajonlarimiz qudachilikning fotosessiya jarayonlarini o'tkazmaysiz. Albatta, fotosessiya jarayonlari chiroyli o'tishi uchun biz sizdan faqatgina tabassum so'raymiz. Boshqa hech narsa kerak emas.